Assalomu alaykum. Namangan viloyati Chust tumani Ichki ishlar vazirligi sudiga og'zaki murojaat qilmoqchiman. Murojaatdan maqsad mashina Hyundai Porter gruzovoy variant tent bo'lgan. Izotermik qilganmiz mashinada va ramasiga 30 cm profil qo'shilgan. Shuni dokumentatsiyasi bo'yicha bugun mana 25-kun ketyapti. 25 kundan beri yuguryapman. Ishim hal bo'layotgani yo'q. Maqsadim yagona dacha filiali Chust tumanidagi filialdagi xodimlarga uchradim. Ularga ariza berdim. Arizani ular birinchi marta menga ariza chiqarib berishdi. Men ruxsatnoma oldim. Ular menga mana bu yeriga mana qo'shimcha shartlari degan joyiga 300 mm degan joyi yozuvi bo'lish kerak deb qaytarishdi. Xo'p, undan keyin men yana ariza berdim. Bu ariza meni notor yozilgan. Bugun ya'ni bu arizam qachon berilgan? Mana 21-kuni menga javobi chiqyapti. Javobini oldim, Meroga keldim. Meroga kelsam meni qaytarishdi. Bu yoq 30 mm bo'lish kerak edi. Va yana men 21-kuni mana kvitansiya to'lovlari o'tdi mana. Kvitansiya to'lovlari qancha chiqqan? Mana 112 ming so'm to'lov qilganman. Bu yerda mana 34 ming so'm to'lov qilingan. Bu yerda mana 6 ming so'm to'lov qilgan. Mana kvitantsiyasi, mana to'langan chistosi mana. Chistosi qani edi mana 31-kuni mana to'langan. Bundan keyin menga bugun ruxsatnoma chiqyapti mana. Bugungi chizma mana 10-iyun 2025-yilda ruxsatnoma chiqyapti. Yana xuddi o'sha ahvol mana. Shu yerda mana qo'shimcha shartlar mavjud emas degan yozuv yana xuddi shunday kelyapti. Menga kelyapti-da bular. Nimaga? Men sizga o'tgan safar tushuntirdim-ku desam, ular menga orqasiga belatga berishyaptiki, mana bu yerda mana yozilgandir mana. Mana bu yer mana. Yuk bortli turdan kuzov va ramasi 30 cm ga uzaytirish bilan kuzov yuk izotermik furgon turiga o'tkazish uchun degan yozuv bo'lyapti. Lekin bu yerga kelsam, Meroga kelsam, Meroda mana bu yeriga qo'shimcha shartlar mavjud emas degan joyga qaytarishyapti. Ayb kimda? Nimaga hozir sizlar xodimlar o'tirgan xodimlar o'sha yerdagi nechta xodim bo'lsa, ochirtda olinib, vaqt ketkazilib 25 kundan beri meni ishim bitmaydi. Mana mashinam hali ham bitgani yo'q. Mana men Meroga keldim mana. Meroda keldim. Meroda hozir abitga chiqib ketishdi xodimlar. O'tiribman. Men yana hozir yana boshqatdan ariza berishim kerak. 3-marta yana ruxsatnoma olishim uchun va mana bu yerga qo'shimcha shartlar degan joyga yana men yozib o'tirishim kerak. Bu qachongacha? Qachongacha ongsiz xodimlar o'sha yerda o'tirib, bitta aytilgan narsani amalga oshirib berishmaydi. Odamlar qancha sarson bo'lib, qancha men puldan qolyapman. Bizda hozir sezon, pul topishim kerak. Pullarim men qachongacha bularga nezlashda men pul to'layman, qachongacha? Bunga javob beradigan organlar bormi?